Avstraliyadagi Uyg'ur muhojirlaridan Mahmudjon apandining bildirishicha, u yurti Qashqarda qolgan ayoli va norisida bolalarini Avstraliyaga ekilish rasmiyatlarini o'tayotgan kunlarda ayolining 5 yillik qamoqqa hukm qilinganligi xabarini olgan. Mahmudjon apandining Germaniya ovoziga bildirishicha, u asli Malayziyaga doktorlik o'qish uchun chiqqan. Keyin ayoli va 2 bolasini Malayziyaga chaqirtib, oilasi bilan 2015-yilgacha Malayziyada turgan. Shu yili ayolining pasporti yetib ketib, Malayziyadagi Xitoy elchixonasidan pasport bejarib berishni talab qilganda, talabi rad qilingan. Ayoli amalsiz 2 bolasini ilib yurti Qashqarga qaytishga majbur bo'lgan. Mahmudjon apandi ayolining tutqun qilinish sababi haqida to'xtalib, uning 2016-yildan boshlab soqchilarning avor qilishiga uchraganligini, 2017-yili 4-oy mezgilida doiralarning ayolini hijoblangan degan bahonada tutqun qilib, lagerga qamaganligi haqida uchur olganligini bildirdi. U bu fojialardan xabar topgan bo'lsa-mu, ota-onasi va bolalarining bexatarligini o'ylab bir mezgillik sukut yo'lini tanlaganligini, keyincha o'zining Malayziyada bexatar bo'la olmaydiganligini his qilgandan keyin ilojisiz Avstraliyaga ketishga majbur bo'lganligini bildirdi. 2019-yili 5-oy mezgilida u ayoli Muharramning lagerdan qo'yib berilganlik xabarini anglaganida, uningda oilasini tez orada qutqizib chiqa oladiganligiga bo'lgan umidi kuchaygan. Ammo oradan uzun o'tmayla u bir tonishi orqali ayolining 5 yillik kesilganligi haqidagi xabarni olgan. Mahmudjon apandi o'z bishiga kelgan oila fojiasiga yana sukut qilishning o'zlarining ochiq taqdirini o'zgartirishda hech qanday natijasi bo'lmaydiganligini oxir tunib yetgan. Shuning bilan u taratqularning ziyoratini qabul qilishni va butkul Uyg'urlar o'rtaq yuzlanayotgan bu reallikni dunyoga anglitishga qaror qilgan. Yüzlеген kishilik huquq tashkilotlari yaqinqi bir necha kunda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Xalqaro Olimpiya Komitetiga Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi haqida 2 parcha ochiq xat e'lon qildi. Kishilik huquqni ko'zitish to'rining 9-sentabr xabar qilishicha, yaqinda 321 ommaviy tashkilot birlashib, dunyoviy birlik hosil qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga birlashma maktub sunib, mazkur tashkilotning darhol mustaqil bir xalqaro mexanizm qurib chiqib, Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligi masalasini hal qilishni talab qildi. Bu birlashma maktubda Sharqi Turkiston, Tibet, Hong Kong qatorliq joylarda chekidan oshgan kishilik huquq dafsandichiligini yo'qotish va Xitoyning bu qilmishining butun dunyo miqyosidagi ta'sirining kengayishini to'sish kerakligini ta'kidladi. Shuning bilan birga 160 dan ortiq kishilik huquq tashkilotlari Xalqaro Olimpiya Komiteti raisiga birlashma maktub sunib, mazkur komitetning Xitoydagi kishilik huquq masalasini nazarda tutib, 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini Xitoyda o'tkazishni qayta o'ylashga chaqirdi. Tayvan doiralarining bildirishicha, Xitoy urush aeroplanlari 2 kunda 2 qatim Tayvanning havo tavalligiga daxl-taruz qilgan. Tayvan Mudofaa Ministrligi va Tashqi ishlar Ministrligining bayonotida Xitoy urush aeroplanlarining chorshanba va payshanba kunlari Tayvanning havo tavalligiga qonunsiz kirganligi, Tayvan armiyasining Xitoy urush aeroplanlarining harakatidan xabardor ekanligi va armiyaning bu qonunga xiloflik qilish qilmishlariga unumli inkos qaytarganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Xitoy armiyasining qonunga xilof qilmishi ig'vogarchilik deb tasvirlangan bayonotida buning rayon tinchligi va muqimligiga og'ir tahdid hosil qilganligi va xalqaro jamiyatning buningga inkos qaytarishi kerakligi o'ttirg'a qo'yilgan. Amerika Sharqiy Janubiy Osiyo ittifoqi ellarini Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi mavjudiyatiga qarshi harakatga o'tishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Sharqiy Janubiy Osiyo ellar ittifoqining 53-navbatlik Tashqi ishlar ministrligi darajalik televiziya telefon yig'inida qilgan so'zida Xitoyning ixtilofli suv tavalliklaridagi harbiy harakatlarga bayonotlar bilan emas, amaliy harakatlar orqali javob qaytarilishi lozimligini, Amerika Qo'shma Shtatlarining hamisha bu davlatlarning yanida ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi nizomisidan o'rin olgan demokratik qimmat qarashi, egilik huquq, barobarlik va zamin butunligi qatorliq prinsiplarga hurmat qilmayotidi. Meningcha yana bir qadam ilgarilashga to'g'ri keladi. Chunki bayonotlar yetarli emas, harakatga o'tish kerak. Xitoy Kompartiyasining bizni va xalqimizni besib olishiga yo'l qo'ymayli. O'zingizlarga to'liq ishoninglar. Amerika sizlarga yordam beradi, do'st sifatida yoninglarda bo'ladi.
Xitoy bilan Rossiya bu oyda Rossiyaning janubida birlashma harbiy manevr o'tkazishga tayyorlik qilmoqda. Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotiga qaraganda, manevrga Armeniya, Belorussiya, Eron, Birma, Pokiston va boshqa bir qism davlatlar qatnashadi ekan. Xitoy davlat mudofaa ministrligi 21-sentabrdan 26-sentabrgacha o'tkaziladigan Kavkaz 2020 deb atalgan manevrning mudofaa taktikasi, qo'rishav va kontrol qilish va urush maydonidagi qo'mondonlik rayonlariga markazlashganligini bildirdi. Bayonotda butun dunyo tarqalishchan zukam bilan kurash qilayotgan bu muhim paytda manevrning Xitoy-Rossiya munosabati jihatda alohida ahamiyatga ega ekanligi o'tirib qo'yildi. Birlashma agentligining xabar qilishicha, 20 yil ilgari ikki davlat o'rtasida umumyuzlik strategik sheriklik munosabati qurilgandan buyon ikki davlat armiyasi Amerikaning ta'siriga taqobil turish qarorli holda birlashma manevr o'tkazib kelgan bo'lib, Suriya va Shimoliy Koreya qatorliq masalalarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ikki davlat bir-birini qo'llaydi.